Farishta tekinga tushgan onlayn kurs haqida gaplashamiz. Qizlarjonlar 200 tadan oshuv darslik atigi Ramazon skitkasi uchun 59 ming qizlarjonlar bemalol qo'shib olsanglar bo'ladi va kursda nima darsliklar bor. Ammo bitta fatani tushuntirganman, shunaqa aylanma videolar ham bor ichida. Mana shunaqa darsliklar bor, ichida bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Hammasi mana bitta tushuntirilgan. Hammasi o'zimning darsligim, hech qanaqa YouTubedan yoki nimalardandir olinmagan. Hammasi shaxsiy o'zimning darsligim. Mana xuddi shunaqa darsliklar ham bor. Do'ppilar bor qizlarjonlar, biserli do'ppi deysizlarmi? Qanaqa do'ppi bo'lsa, o'rganmoqchi bo'lsanglar, hammasidan bor. Bemalol 5-6 xil do'ppi darsligi bor kursimda. Joletka, simolar, payatniklar bor. Bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Mana shunaqa mana tillaqoshlar bor, bilasizlar trendga chiqqan tillaqoshlar. Mana shunaqa do'ppi darsliklari ham bor qizlarjonlar. Mana bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. Ikkita kursim bor. Mana kursim qizlarjonlar haqiqiy 302 ta obunachi bor. Bu 4-potogi. Bitta ham mana 256 ta uchinligim bor. 500 tadan ortiq uchinliklar. Onlayn kursda mana 3000 tadan ortiq uchinliklar bor. Chunki potok kurslarni rosa ko'pda, mana qaranglar. Shunaqa darsliklar bor. O'zim furnitura grupdan bor, shular haqida ma'lumot berilgan mana. So'nggi haqida qisqacha tushuntirilgan, biteslar, qanaqa chiqazasizlar, keyin sertifikat beriladi. Mana kursimga o'qigan qizlarga sertifikat va ish beriladi, ya'ni o'sha diagramalari sotib beriladi. 59 minglik kursimda o'qigan qizlarga bitta choklar haqida, har xil fatani uchiga tikishga kerak bo'ladigan choklar haqida tushuntirilgan. Bemalol o'rgansanglar bo'ladi qizlar. Mana jo'letlarni qaranglar, qanaqa asal har xil turdagi jo'letkalar o'rgatilgan. Simolar deysizlar, payatnik deysizlar, hammasi bor kursimda. Fatalar ham bor qizlarjonlar. Bemalol o'rgansanglar bo'ladi. So'mkalar deysizlar, hammasi bor. Darslikda 200 tadan oshuv bemalol o'rganib, noldan boshlab o'rgansanglar bo'ladi. Har xil jajjamalar, hammasidan bor. Mana payatniklar haqida darsliklar olingan, hammasini o'rganib olsanglar bo'ladi qizlar.